Yaxshi birodar, ismingizni va kasbingizni ayting. Mening ismim Benson va men dasturiy ta'minot muhandisiman. Yaxshi, mening savolim quyidagicha. Savolning mohiyatiga o'tishdan oldin, nima bo'lganini agar qarshi bo'lmasangiz sizga qisqacha aytib beray. Gap shundaki, men bugun musulmon bo'lishim kerak edi. Agar bu javobi yo'q savol bo'lmaganida edi va bu savol nimadan iboratligini. Birodar, savolingizni yana takrorlay olasizmi? Biroz balandroq va sekinroq gapira olasizmi? Menimcha, karnaylar hali yaxshi emas. Bu sizning aybingiz emas, bu karnaylarning aybi. Savolingizni takrorlay olasizmi? Men buni 2008-yilda sodir bo'lganligini aytib o'tdim. Davom etavering. 2008-yilda men musulmon bo'lishim mumkin edi. Men sizni tushundim. 2008-yilda siz musulmon bo'lishingiz mumkin edi. Biroq bu savol tufayli men unga javob ola olmadim. Yaxshi. Ehtimol agar bu boshqa narsa bo'lganda edi, men islomni qabul qilgan bo'lardim. Umid qilamanki, agar siz javobni olsangiz musulmon bo'lasiz. Bir oz kuting, agar unga javob bera olsangiz muammo yo'q. Mening savolim quyidagicha. Yaxshi birodar, savolingizni berishingiz mumkin. Mening savolim shuki, men nasroniy bo'lib nasroniylikda jannatga kirish shunchaki Iso Masihga ishonish va unga ergashish ekanligini aniqladim. Shunda siz jannatiy bo'lasiz. Taxminan 2007 va 2008-yillarda do'stim menga Qur'oni Karimni sovg'a qildi va men u kitobni o'rganishni boshladim. Bu kitobni ba'zi manbalarda men o'limdan keyin barcha musulmonlar do'zaxga tushib u yerda yonib ketishi haqida ma'lumot topdim. Va keyin esa, kechirasiz birodar, savolingizni takrorlay olasizmi? Barcha musulmonlar, iltimos birodarlar, tinchlikni saqlanglar. Buni Qur'oni Karim ham, hadis ham tasdiqlaydi. Kechirasiz, men sizni eshitmayapman. Davom eting birodar. Yaxshi, men savolimni takrorlayman. Taxminan 2007 va 2008-yillarda Qur'oni Karimni o'rganganimdan so'ng men Qur'oni Karimni oyatlar va hadislarni va ba'zi hadislarni, hatto sahihning ishonchli hadislarini o'rganib chiqdim. U yerda barcha musulmonlar jannatga kirishdan oldin do'zaxni jazosini totish kerak deb aytilgan. Men sizni eshitdim va savolingizni juda yaxshi tushundim. Sizning savolingiz shu edimi? Faqat oxirgi lahza. Ba'zi hadislarda hatto payg'ambarning o'zi ba'zi joylarda nima deyishi ko'rsatilgan. Hamma musulmonlar do'zax olovida yonganida ularning peshonasida asaru sujud, Alloh taologa bo'ysundim degan belgi qolarkan. Keyin esa Alloh taolo ba'zi odamlarni do'zaxdan olib chiqadi va hatto payg'ambarning o'zi ham u do'zaxdan chiqarilganlar orasida bo'lishini yoki bo'lmasligini, yoki bo'lmasam do'zaxda yonib ketadimi yo'qmi amin emasligini aytadi. Men sizning savolingizni eshitdim va tushundim. Yaxshi, birodar, sizni savolingiz tugamaydiganga o'xshaydi. Yo'q, unday emas. Men sizning savolingizni boshidanoq 100% tushunganman. Siz aniq savolimni tushundingizmi? Ha, men hozir unga javob beraman. Yaxshi, rahmat janob. Men birodarimizni savolini qisqacha takrorlayman. Birodarimiz 2008-yilda musulmon bo'lishini aytdi. Va u musulmon bo'lmoqchi edi, lekin u Qur'oni Karimni o'qib fikri o'zgardi. Qur'oni Karimda aytilishicha, barcha musulmonlar jannatga kirishdan oldin do'zaxni jazosini boshdan kechirishlari kerak ekan. Va hatto payg'ambarimizni o'zi ham birinchi navbatda do'zaxga tushar ekan. Birodar, bu Qur'on. Menga aytingchi, buni qayerda shunday deb aytilgan? Bu qanday bema'nilik? Yaxshi, men yana bu oyatni iqtibos keltirsam degandim. Menda buni havolasi bor. Yaxshi, iqtibos keltiring. Birinchidan Qur'oni Karimda aytilishicha, birinchidan siz aytganingizdek Qur'onda barcha musulmonlar birinchi navbatda do'zaxga tushirilishi haqida ma'lumot bering. Yaxshi, men Qur'oni Karimni 100 martadan ko'p o'qiganman, lekin bunday narsani uchratmaganman. Siz buni yaxshi anglamagansiz, lekin men sizga buni hozir iqtibos keltiraman. Menga havolasini ko'rsating. Maryam surasining 19-bobi yaxshi. 68 va 72 oyatlarda aytilishicha. To'xtang, shoshilmang. 19-bobni. Maryam surasining nechinchi oyatida edi? Maryam. Bu Maryam surasining 68 va 72 oyatlarda aytilgan. Va yana bir havola bor, lekin biz avval shundan boshlaymiz. Bu haqida qayerda aytilgan?
Yaxshi, bu kitobda hamma musulmonlar avval do'zaxga yuboriladi deb qayerda aytilgan? 71-oyat. Agar siz buni o'qiy olsangiz yoki kimdir ingliz tilida tarjima qilingan Qur'oni Karimni olib kelishini aytsangiz, biz bu kitobni birgalikda o'qirdik. 68 dan 72gacha mening telefonimda bu matn bor, ammo agar siz ularga ingliz tilida tarjima qilingan Qur'oni Karimni olib kelishlarini aytsangiz, men unga izoh berishim mumkin. Yo'q, menda buni ingliz va arab tilidagi tarjimasi bor. Agar xato topsangiz, uni arab tilida tekshirishim mumkin. 71-oyatining qaysi joyida barcha musulmonlar avval do'zaxga tashlanishi aytilgan? Yaxshi, men buni o'zim o'qib bersam bo'ladimi? Bu yerda musulmon so'zi qayerda ko'rsatilganligini ko'rsating. Bu yerda musulmonlar haqida emas, balki imonsizlar haqida aytilgan. Bu yerda birinchi bo'lib do'zaxga boradigan imonsiz odam haqida aytilgan. Musulmonlar deb buni qayerda yozilgan? Yaxshi, agar bu ishonchli bo'lmasa, buni o'qishga ijozat bering. Aytingchi, bu oyatda musulmonlar haqida aytilgan. Ha, buni o'qishga ijozat bering. Yaxshi, qaysi oyatda aytilgan? Uni tekshirib o'qib chiqishga ijozat bering. Siz aynan qaysi oyatni o'qiyapsiz? Siz qaysi bir oyatni aynan o'qiyotganingizni men bilishni xohlayman. Bu 71 va 72-oyatlarda aytilgan. 71 va 72-oyatlarda musulmon so'zi yo'q. Yaxshi, 68-oyatdan o'qishga ijozat bering. Shuning uchun men havola 68 dan 72gacha ekanligini aytdim. Yaxshi, lekin hatto 68-oyatda ham musulmonlar haqida hech narsa aytilmagan. Menga istalgan joydan o'qishga ijozat bering. Yaxshi, men 66-oyatdan boshlayman. Yaxshi. Ba'zi odamlar aytishadi, bu 66-oyat. Yaxshi. Ba'zi odamlar men o'lganimdan keyin haqiqatan ham tirilamanmi deb so'rashadi. Nahotki bunday odamlar avval ularni hech narsa bo'lmaganda yaratganimizni eslamaydilarmi? Robbingga qasamki, ey payg'ambar, albatta biz ularni shaytonlar bilan. Kimlar bilan deysiz? Shaytonlar bilan dedim. Shaytonlar bilan deng. Va keyin biz ularni do'zax atrofida tiz cho'ktiramiz. To'g'ri. So'ngra albatta har bir toifadan Rahmonga eng fosiqlarni sudrab chiqarish bilan boshlaymiz. Yo'q, bu oyatni to'g'ri o'qing. Siz faqat yarmini o'qiyapsiz. Iltimos bu oyatni yana bir bor men uchun o'qing. 68-oyatni yana o'qing. Men 68-oyatni ilgari o'qigan edim. Unda shunday deyilgan: shuning uchun sizning Rabbingiz. Rabbingizga qasamki. Yaxshi, kechirasiz. Rabbingizga qasamki, albatta biz ularni shaytonlar bilan birga birlashtiramiz. Shaytonlar bilan, to'g'ri. Ha, so'ngra ularni tiz cho'kkan holda do'zax atrofiga qo'yamiz. Yaxshi, men davom etaman. 69-oyat. So'ngra albatta har bir toifadan Rahmonga eng fosiqlarni sudrab chiqarish bilan boshlaymiz. To'g'ri, bu yerda Allohga qarshi bo'lgan yovuz odamlar haqida aytilgan. Musulmonlar haqida bu yerda aytilmagan. Bu yerda Alloh taologa itoat qilmaganlar haqida aytilgan. Biz hali tugatmadik, janob. Oyatni diqqat bilan o'qing. 69-oyatda shunday deyilgan: keyin biz har bir toifadan boshqalarga qaraganda Rahmonga bo'ysunmagan odamlarni ajratamiz deyilgan. Bu oyatda imonsizlar haqida aytilgan, musulmonlar haqida emas. Bu oyatda Allohga qarshi chiqqan jinoyatchilar haqida aytilgan. Buni tushuntirishni boshlashingizdan oldin avval Qur'oni Karimni o'qib chiqishga ijozat bering. Ammo siz bu oyat tirilishga ishonmaydiganlar va Allohga bo'ysunmaganlar haqida gapirayotganini tushundingizmi? Shayx Zokir Naik, menga Al-Qur'onni o'qishga ruxsat bering. Bu Al-Qur'on. Yaxshi, o'qing. Tushuntirishingizdan oldin avval uni to'liq o'qib chiqishimga ruxsat bering. 70-oyatda shunday deyilgan: do'zaxda kuyishga yoki jannatga kirishga kim ko'proq loyiqligini biz yaxshiroq bilurmiz. Yaxshi. Sizlardan hech kim undan o'tmaydigani yo'q. Bu Robbing bajarishi lozim bo'lgan farmondir. So'ngra taqvodor kimsalarga najot beramiz va zolimlarni esa u yerda tiz cho'ktirib qoldiramiz. Shunday qilib, agar siz buni hatto ingliz tilida ham o'qisangiz, bu haqiqatdan ham shunday ekanligini ko'rasiz. Men arab va ingliz tilidagi tarjimasini o'qiyapman. Ikkalasida ham musulmonlar haqida hech narsa aytilmagan. Bu oyatda iblis haqida gapirilgan, iblisning izdoshlari bo'lganlar, islomning dushmanlari haqida gapirilgan, musulmonlar haqida emas. Unda nega musulmonlar deyilgan? Arab matnida musulmonlar haqida hech narsa aytilmagan va ingliz matnida ham musulmonlar haqida hech narsa aytilmagan. Nega siz odamlarni aldashga harakat qilyapsiz? Ammo janob hadis buni yaxshiroq tushuntiradi. Agar tushunmasangiz, keyingi safar boshqa Qur'onni olib kelishi mumkin. Men tushunaman, men hatto sizning tilingizda ham tushunaman. Bunda ham musulmon so'zi tilga olinmagan. Hatto ingliz tilida ham bu yerda shayton haqida gap boradi. Hamda qodir Tangriga itoat qilmaydiganlarni Alloh taolo shu sababdan do'zaxga tashlaydi. Muammo nimada? Lekin nega u shunday degan? Iltimos, odamlarni vaqtini behuda sarf qilmang. Siz o'qish uchun ko'p vaqt sarfladingiz. Men sizga vaqt bergandim. Siz uni yana o'zingizni tarjimangizda o'qib bera olasizmi? Hatto sizni o'qigan matnda ham musulmon so'zi aytilmagan. Bu musulmon bo'lishi shart emas, lekin bu oyatda aytilishicha Alloh taolo barcha jinoyatchilarni va shaytonlarni do'zax oloviga tashlaydi deyilgan.
Bundan tashqari hadisda shunday deyilgan. Mavzuga aniqlik kiritish uchun hadisni o'qib chiqishga ijozat bering. Aniqroq qilib aytganda, Qur'ondan yana bir oyatni keltiraman. 3-bob 185-oyatda. Men 3-bob 185-oyatda nima deyilganini bilaman. Unda Alloh taolo islomdan boshqa hech qanday dinni qabul qilmasligini aytadi. Alloh taolo u yerda har bir tirik jon o'limni tatib ko'radi. Ammo faqat qayta tirilganda sizlar to'lovingizni to'liq olasiz deyilgan. Buni yana o'qib keyin sizga savol berishga ruxsat bering. Men sizga yana aytaman. Va men buni tasdiqlash uchun yana bir bor sizga o'qib beraman. Unda musulmonlar deb aytilmagan. Unda Alloh taologa qarshi bo'lganlar haqida aytilgan. Unda Alloh taoloni buyurgan dinidan boshqa dinga intilgan kishi hech qachon qabul qilinmaydi deyilgan. Har bir tirik jon albatta o'limni tatib ko'radi. Men buni yana o'qiyman va keyin savol beraman. Endi birodar, siz islomni qabul qilishga yaqinmisiz? Menimcha siz odamlarni yo'ldan ozdirish uchun ushbu hikoyani o'zingiz o'ylab topgansiz. Birodar, sizning ismingiz nima? Birodar, ismingiz nima? Mening ismim Benson. Benson. Ha. Benson, men 2008-yilda islomni qabul qilishni xohlayotganingizga shubha qilaman. Men o'z hikoyamni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Mening musulmon bo'lgan eng yaxshi do'stim bor edi. Men esa nasroniy edim. Bizda juda ko'p o'xshashliklar bor edi va bu bizni birlashtirgan narsa edi. Sizning do'stingiz Qur'onni mutaxassisi bo'lmasligi mumkin, shunday emasmi? Mening do'stim bugun nasroniy. 2012-yilda u nasroniylikni qabul qildi. Sizning do'stingiz Qur'on biluvchisi emas edi. Shuning uchun siz uni yo'ldan ozdirdingiz, shunday emasmi? Yo'q, janob. Unga islomni tushunishga yordam berish o'rniga siz uni noto'g'ri yo'lga boshladingiz. Men sizni darhol do'stingiz Qur'on bilan tanish emasligi haqida ogohlantirdim. Siz uni yo'ldan ozdirdingiz va endi bizni ham yo'ldan ozdirishga harakat qilmoqchisiz. Shunday emasmi? Siz do'stingizga musulmon bo'lishni xohlayotganingizni aytdingiz. Keyin siz Qur'oni Karimni o'qib chiqdingiz. Unda aytilishicha, barcha musulmonlar do'zaxga tushadi dedingiz. Do'stingiz siz bilan rozi bo'ldi va nasroniylikni qabul qildi. Chunki u Qur'oni Karimni yetarlicha bilmasdi. Birodar, men sizga gapiryapman, siz telefonga qarayapsiz. Yaxshi, men buni yana o'qishni xohlayman. Men sizga gapiryapman, siz esa telefoningizga qaraysiz. Men sizni eshityapman, janob. Birodar, siz ikkita oyatni keltirdingiz, ammo ularning hech birida barcha musulmonlar do'zaxga tushadi deb aytilmagan. Nega siz bizning vaqtimizni behuda sarflayapsiz? Siz xatoingizni tan olishingiz hamda kechirim so'rashingiz va boshqa odamga imkoniyatni berishingiz kerak. Yaxshi, janob. Agar siz xato qilgan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda kechirim so'rang. Kechirasiz, men xato qildim deb ayting. Yo'q, men xato qilmadim. Yaxshi, agar siz xatoingizni tan olmasangiz, demak siz mening fikrimcha yolg'onchisiz.